JNC Media Group, Joy and Cinema, MD Pictures, Inni Core Pictures, Movie Parking, KX Innovation. Marhamat, hamma o'tirsin. Sudlanuvchi Dikka qotillikda ayblanayotgan bo'lsa-da, dalillar yetarli bo'lmagani uchun hukmni e'lon qilmasdan boshqa choramiz yo'q. Nima gap? Nima qilyapsiz, ofitser? Bu nimasi? U nima qilyapti? O'qizyapti. Raga, kerak emas. Bunday qilmang. Ko'rinishidan juda sog'lom. Saddamning sudida qatnashasammi? Odamlar bu ishga juda qiziqyapti. Bu ularni xavotirga solyapti. Azizim, ishing juda og'irda. Boshqalarnikidan qiyin emas. Ammo bularni ko'rib turish oson bo'lmasa kerak. Allaqachon hissiyot nimaligini unutganman. Shuning uchun advokatlar senga o'xshagan bo'lishi kerak. Ehtimol. Lekin yana yiqilsam, balki boshqa urinib ham ko'rmasman. Ha? Nima? Nima uchun? Bu imtihonni nechinchi marta topshiryapman, lekin natija bir xil. 3 marta. Nega hozirdan tushkunlikka tushyapsan? Hoy, bolamiz sen bilan faxrlanishi kerak. Ha? Qamoqxona yoki jinnixona? Nahotki shu tanlov bo'lsa? Nahotki sizga tanlov qilgan bo'lsam? Tushunmadim. Agar qamoqqa tushmoqchi bo'lsangiz, otangizga ayting menga qo'ng'iroq qilmasin, xo'pmi? Hamma mijozlar bilan shunday gaplashasizmi? Advokatingizman, bolalar bog'chasidagi enagangiz emas. Tushunarlimi? U yuzimga mosh sepdi. Yondirgichni olib, sigaretni yoqdi. Keyin sigaretni yuzimga yaqinlashtirdi.
Hurmatli sudya, guvohda 3-darajali kuyish holati qayd qilingan. Davolanishga ko'p vaqt va mablag' talab qilinadi. Lekin qalbidagi jarohat hech qachon bitmaydi. Bu hammamizga ma'lum. Sudlanuvchiga shizofreniya tashxisi qo'yilgan. Universitetga kirish imtihoniga tayyorgarlik jarayonida unda og'ir depressiya kuzatilmoqda. Mijozimda vasvasa va gallyutsinatsiyalar alomatlari bor. Shu bois tez-tez takrorlanib turadigan vasvasa va gallyutsinatsiya tufayli jinoyat sodir etganini anglab yetmagan. Shu sababli uning ruhiy holatidan kelib chiqqan holda uni jinoyatda ayblab bo'lmaydi deb hisoblayman. Sudya sifatida hukmni e'lon qilaman. Sudlanuvchi Saddam Dirgantarani aybdor deb hisoblayman. Uning jabrlanuvchi Bimga tahdid qilgani isbotlandi. Biroq sudlanuvchining ruhiy holati, aniqrog'i shizofreniya tashxisi tufayli undan huquqiy javobgarlikni talab qila olmayman. Chunki uning ruhiy holati bunga yo'l qo'ymaydi. Jinoyat kodeksining 44-moddasi 1-bandiga binoan afv etish uchun asoslar borligi sababli sudlanuvchiga qarshi barcha da'vo arizalarini bekor qilaman. Janob sudya, bu adolatdan emas, bu qanaqasi? O'g'lim, janob sudya, o'g'limga nisbatan bu adolatsizlik. Janob sudya, bu adolatsizlik. Adolatsizlik-ku. Raga, meni 3 ta banan o'g'irlagani uchun qamoqqa tushgandi. Bu iflosni esa aybsiz deb topishdi. Bir oy ichida hammasini tushunib yetasan deb o'ylagandim. Nimani tushunishim kerak edi? Bu joyning adolatga aloqasi yo'qligini tez orada buni o'zing ham ko'rasan. Alo, Nina? Ha? Imtihon qanday o'tdi? Hech qisi yo'q. Kelasi yil topshirasan, xo'pmi? Topshirdim. Nima? Rostdanmi? Chindanmi? Ha, topshirdim. Yana yaxshi natija bilan. Ajoyib. To'xtab tur, qaytib qo'ng'iroq qilaman. Shunchaki o'z ishimni qildim, shuningdek uning shaxsiy ma'lumotlari fosh bo'lishiga yo'l qo'ymadim. Sizdan esa iltimos, Saddam boshqa bu kabi muammo chiqarmasligiga ko'z quloq bo'ling. Omad. Xo'p. Otam bilan juda muloyim gaplashasiz. U menga pul to'laydi. Til topishib olibsiz. O'g'limni qilgan ishidan afsusdaman. O'zgaradi deb umid qilaman. Ota sifatida qo'limdan kelgani shu. Nima ham derdik? Umid qilamanki, bu Saddam uchun foydali saboq bo'ldi. To'g'rimi? Foydali saboq. Endi o'g'lim yuzidagi chandiq bilan Xonim. yashashga majbur. To'xtang, tinchlaning. Shuni foydali Kerak emas. saboq deyapsizmi? Iltimos, Iblis iltimos, ekansiz. bo'ldi, o'zingizni bosing. Aslida siz Xonim, jazolanishingiz bu bilan kerak. hech narsaga erisha Men olmaysiz. qila olardim. Va sen qila olarsan. O'zingizni bosing. Uni vestibyulga Qo'yib Qo'yib olib boring. yuboring. Tarbiyasiz. Menga tegma. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Bo'ldi, xonim. Yuring. Rahmat. Sudning bunday qarorga ko'nikishi qiyin bo'lyapti. Ha. Kechirasiz. To'xtang. Bu restoranimda kechki ovqatga Yo'q, bu taklifnoma. meni vazifam. Iltimos oling. Buni yomon tomoni yo'q, boraver. Xush kelibsiz. Xayrli kech. Salom. Xayrli kech. Raga, bu juda qimmat restoran-ku. Bunday kunni albatta nishonlash kerak. Juda yoqimli joy ekan. Hamyonimizdagi bor pul ham bunday kechki ovqatga yetmaydi-ku. Hatto hisobimdagi bor pulim bilan ham. Unda nega o'tiribmiz? Qizimiz tug'ilgandan keyin bu yerga tez-tez kelib turamiz. Chunki advokat sifatida mijozlaring ko'p bo'ladi. Lekin u yurishni boshlamaguncha restoranga kela olamiz deb o'ylaysanmi?
Ну да. Xayrli kech. Unga sen qaraysanmi? Albatta, o'zim qarayman. Sen esa pul topasan. Oh, yo'q. Salom. Dika qani? Скоро будет здесь. Вечным его ждем. Смотри, не совершай преступлений и будь хорошим мальчиком. Слишком много болтаешь, псих. А где ты был? Ahmoq. Sud seni jinni deb topgandan xursandmisan? Unga ichishga nimadir ber. Ovozingni o'chir va ich. Tushundingmi? Bu seni ajralib turadigan xislatingmi? Jinni bo'lganing tufayli u seni o'ziga tortadimi? Agar Shunaqami? hayotdan zavqlanish mumkin bo'lsa, nega endi yo'q? Ha? Xo'sh, endi nima qilasan? Yuzi kuygan yigit va ota-onasi faqat seni o'ldirish haqida o'ylayapti, og'ayni. Ay, ular nima ham qila olishardi? Qurbonlarda yo'qotadigan narsa bo'lmaydi. Ularning puli yo'q. Puli bo'lganda esa suv elektr energiyasiga to'lashlari kerak. Advokatga emas. Yo'qotadigan hech narsasi yo'qlardan ehtiyot bo'lish kerak. Otam yordamchisiga yigitni davolanishi uchun pul to'lashni buyurgan. Shunday ekan, muammo yo'q. Seni o'rningda bo'lganimda, ko'chadagi odamni yoqib yubormagan bo'lardim. Albatta. Mamlakatdagi eng boy odamning o'g'lida sudlanganlik tamg'asi bo'lishi kerak emas, a? Yo'qsa uni uydan haydab yuborishadi. Shunday deb o'ylaysanmi? Yo'q, ishni bungacha olib bormaslik kerak. Guvohlar va dalillardan qutulish shart, og'ayni. Sen faqat nazariyada aqllisan. Otang hammasini hal qilishni bilganing uchun o'zingga Undan ishonyapsan. meni dunyoga keltirishini so'ramaganman. O'zimni borimcha qabul qilaman. Ishonchim komilki, agar hozir sudya qarshisida turganingda sen ham vahimaga tushib qolarding. Sen faqat shu yerda restoranda botirsan. Hech nimani bilmaysan va hech narsa qila olmaysan. Shunchaki erkatoysan. Otangni ortiga berkinib olgansan, aslida esa hech kim emassan. Yana hammaga maslahat berasan. Otam menga yordam bermaydi. Xo'sh, nima bo'pti? Garvard yuridik maktabi talabalarining eshigida shunday oyat yozib qo'yilgan. Iymon keltirganlar hamisha adolat tomonida qoyim tursinlar. Yo'q. Timani eslagan u uchiga chiqqan iflos-ku. Shunaqami? Kechagi sud tufayli hali ham jahling chiqyaptimi? Chunki u adolat tomonida bo'lmadi. Lekin qonun tufayli qancha odam qutqarilganini unutmasliging kerak. Tushunarlimi? Xo'p. Mayli. Xo'sh, sen fikringcha, qonun qancha odamni qutqarishi mumkin? Bu uni kim qabul qilishiga bog'liq. Bu gapingda jon bor. Mayli, lekin qiziqyapman. Advokat bo'lganingda yomon odamlarni ham himoya qilasanmi? Aytaylik, sen shifokorsan. Qabulxonaga pichoqlangan yovuz kimsani olib kelishdi. Shifokor sifatida unga yordam berasanmi yoki ko'z oldingda o'lishiga yo'l qo'yasanmi? Albatta, uni davolayman. Ana ko'rdingmi? Ha, lekin shunday davolardimki, juda qattiq azoblanardi. Hatto o'lganim yaxshi edi, deb Bu yuboradi. o'ta shafqatsizlik Bilasan emasmi? yana nima deyman? Xo'sh, qani so'rachi. Yana nima gap? Razvedka boshqarmasining sobiq agenti? Xayrli kech, umid qilamanki hammasi joyida. Salom. Bu mehmonxona egasidan sizlarga maxsus sovg'a. Mana, marhamat. Rahmat, lekin menga ichish mumkin emas. Demak, siz ichasiz. Shunga o'xshaydi. Quyib bersam maylimi? Mayli. yana ozgina. Qani, yana. Voy, bu kulgili emas, Raga. Nima? Kamgina ichishim mumkin emasmi? Ha, yoqimli ishtaha, salomat bo'ling. Katta rahmat. Rahmat. Ruldasan, ko'p ichma. Seni tabriklayman, Nina.
advokatlik imtihonini topshirgan adolat posbonini tabriklayman. Va albatta o'zimni ham sud pristavi etib ishga olishgani bilan tabriklayman. Endi menga aytchi, qanday qilib bunday qimmat restoranda ovqatlanish sharafiga muyassar bo'lib qoldik? Nina. Nega bunchalik jahling chiqdi? Ha? Shunday bayram kunida meni iflos pullaring bilan xursand qilmoqchi bo'ldingmi? Buni nima aloqasi bor? Qanday bunday deyapsan? O'sha sudda qatnashganding-ku. Shundan keyin qanday xotirjam yashayapsan? Shunchaki vazifamni bajardim. Ha? Qolaversa, jabrlanuvchining onasi hibsga olinishiga yo'l qo'ymadim. Nina, kel shunchaki oqshomdan bahra olaylik. Ha? Haqiqatan ham shunchalik hissizmisan? Men o'ylab ko'rmanman. Uzr, agar xohlasang uyga ketamiz. Bilmadim. Hojatxonaga boshim kerak. Nina. Meni jinni qilmoqchimisan? Ha? Hozirmi? Ha? Yaxshi. Hech qayoqqa ketma. Men hozir boraman. Oy. Hey! Menga aytyapsizmi? Uzr, men tufayli bo'ldimi? To'layman. Jahlingiz chiqmasin. Bu tasodifan bo'ldi. Meni kechiring, iltimos. Nega uzr so'rayapsiz? Siz tufayli deb o'ylayapsizmi? Sizni bexosdan turtib yubordim. O'rniga yangisini olib beraman. Ovozingni o'chir, iflos. Og'zingizga qarab gapiring. Tozalash ishlari. Ha, yaxshi ayyo. Restoranda ovqatlanayotgandik. Qo'ng'iroq qilaman. Ha, uyga borgach. Bu ayollar hojatxonasi. Men bilaman. Bu yerda nima qilyapsiz? Chiqib keting. Ha. Demak, ering bilan kelgansan. Nima? Lekin u hech narsa qila olmaydi. Kechirasiz, ayollar hojatxonasi qayerda? Yuring, ko'rsatib yuboraman. Rahmat. Mana shu yer. Rahmat. Kechirasiz. Ichkarida tozalash ishlari ketyaptimi? Yo'q.
Nina? 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 Nina! Hoy, hoy! Yordam bering! Yordam bering! Nima bo'ldi? Скорее вызовите скорую! Nina! u hali shu yerda ehtiyot bo'l. Alo, alo. Bizga tez yordam kerak. Alo, ha. Hoy, hoy, hoy! Tez yordam kelguncha unga qarab turing. Ha, yaxshi. Ablah! Raga, nima bo'ldi? Nina qayerda? U bilan hozirgina telefonda gaplashgandik. Bo'lishi mumkin emas. Kishanni yeching. Tinchlan va qarshilik ko'rsatma. Agar advokating bo'lsa, yordamidan foydalanishing mumkin. Tushundingmi? Miranda qoidasi shundaymi? Odam o'ldirib ham qanday kulishing mumkin, a? Qo'rqma, bu shunchaki konfet. Otangni boy ekani omading. Telefonni bering. Ha, taklifingizni ko'rdim. Keling, asosiy masalaga o'taylik. Raqamlarga qaraganda ulushim 30%. Xuddi shunday. Xo'sh, shunda nima? Dika hozir qayerda? U hali shifoxonada, lekin tez orada qamoqxonaga ko'chirishadi. Uni oldiga advokat yubor. Dika allaqachon advokatga qo'ng'iroq qildi. Qanday qilib? Advokat janob Tima. Bunday ishlarda u eng yaxshisi hisoblanadi. Bu qayerda sodir bo'ldi? Nobles klubida. Saddamning otasini klubidami? Mehmonxona bilan bog'lan. Xo'p bo'ladi. Buni kim qildi? O'sha ayolning eri. Uni o'ldirdingizmi yoki yo'q? U asosiy ishga o'tdingmi? Nazarimda bizni odob axloq haqida suhbat kutyapti. Mayli. Boshlayvering. Garchi yoshingiz katta bo'lsa ham umid qilaman, til topishib ketamiz siz bilan. Faqat rost gapiring, shunda strategiya ishlab chiqa olaman. Uni urgansiz yoki o'ldirgansiz, buni siri ahamiyati yo'q. Vazifam sizni bu yerdan olib chiqish. Shunday ekan, haqiqatni gapiring. Xo'sh, o'ldirdingizmi yoki yo'q? Agar aytsam, menga ishonasizmi? Hech kimga osonlikcha ishonmayman.
Qanday bilding? Komandir qayerda? U ham kelmoqchi edi. Men yupatishni eplay olmayman. Shunchaki ayt, qanday yordam berishim mumkin? Rahmat. So'zlaringning o'zi yordam. Endi ishga o'tsak. Agarda bu ishni mastlik tufayli ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan deb ko'rsata olsak, muddat 5 yildan kamroq bo'lishi mumkin. Shunaqa gaplar, Dika. Qamoqqa kirishni xohlamayman. Hatto bir kunga ham. Unda do'stingizga qo'llagan strategiyamizni ishlatamiz. Shizofreniya. Ammo bu ish berarmikan? Axir odam o'ldirdim. Buni tan olyapsizmi? Yaxshi. Men qotillik ishini nazarda tutgandim. Bu uslubingiz foyda beradi deb o'ylaysizmi? Aytingchi, nega uni o'ldirdingiz? Yana boshladingizmi? Javob bering. Nega hayotingizda birinchi marta ko'rib turgan odamni o'ldirdingiz? Yoki o'sha kuni aniq fikrlashingiz uchun xalaqit qilgan biror sabab bormidi? Sir saqlay olasizmi? Yoki litsenziyangizdan ayrilmoqchimisiz? Albatta, sizdek yosh va ahmoq maymun tufayli litsenziyamdan ayrilishni istamayman. Nazarimda sabab bor edi. U barcha qoidalarga amal qiladigan odamga o'xshab ko'rindi. Safsata. Bir narsaga qiziqib qoldim. Qonun nimaga qodir? Hatto kimnidir o'ldirib qo'ysa, qonun meni qotil emas deya oladimi? Yo'q, o'g'limni o'ldirmagan. Ammo o'zi o'ldirganini tan oldi. Ekspertiza natijalari ham buni tasdiqlayapti. Xo'sh, bu ishni yuta olasizmi? Bir qiziq voqeani aytib beraman. Amerikalik futbolchi O.J. Simpson jinoyat joyida sobiq xotini va uning tanishini o'ldirgan. Dalillar juda ko'p edi, lekin u oqlandi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu ish haqida eshitganman. Ammo 10 yildan keyin uning yana sudlanganini bilmasangiz kerak. O'g'irlik uchun unga 33 yil berishdi. Qotillik uchun oqlanib, o'g'irlik uchun qamaldimi? Bu ikki ish o'rtasidagi farqni bilasizmi? Ikkinchi safar uning tajribali advokatga puli yo'q edi. Sudda ko'rilayotgan ishning qanchalik jiddiy ekani ahamiyatsiz. Kim advokatlik qilishi muhimroq. Sudyalarning qaroriga aynan shu ko'proq ta'sir qiladi. Bu yerga kelishingizdan oldin boshqa odamning nomiga uy sotib oldim. Bu uydan ofis sifatida foydalanishingiz mumkin. Agar ishni yutsangiz va bu sud Dikaning kelajagiga ta'sir qilmasa, o'sha uyni sizga beraman. Ishonaman, siz uddalaysiz. Boshqa hammasini to'xtat, diqqatingni faqat Dikaning ishiga qarat. Prokuror qaysi universitetda o'qigan va qachon tugatganini aniqla. Xotini va farzandlari haqida bor ma'lumotni top. Gaplarimni tushundingmi? Yaxshi. Bo'pti. Harakat qil. Xayr. Farzandingizni omon qolgani shunchaki mo'jiza. Lekin yomon holatga ham tayyor turishingiz kerak. Deyarli umid yo'q. Hurmatli sudya, sudlanuvchi Dika aybsiz va ayblovni ham, aybni ham tan olmaymiz.
Bunday holatda prokuror tomonidan guvohlarni so'roq qilishni boshlaymiz. Marhamat, guvohlar minbariga keling. Jinoyat joyida nimalarni aniqlaganingizni aytib bera olasizmi? Sud tibbiy ekspertiza hisobotiga ko'ra, Nina Ratnasari boshidan og'ir jarohat olgan va qornida shisha sinig'idan qolgan chuqur yara bo'lgan. Qotillik quroli Ninaning yonidan topilgan. Qotillik qurolida sudlanuvchining barmoq izlarini topdingizmi? Hibsga olingan vaqtda qo'lida mototsikl qo'lqoplari bor edi. Shu sababli ham barmoq izlari qolmagan. Savolim tugadi, hurmatli sudya. Himoyachi, siz ham so'roq qilishingiz mumkin. Rahmat, hurmatli sudya. Bitta savolim bor. Nima uchun Ninani Diko o'ldirgan degan qarorga keldingiz? Unda biror sabab bormidi? Hech qanday sababsiz sodir etilgan qotillik ishlari juda ko'p. Qotillik ishi qotilda esa sabab yo'q. Shunaqasi bo'lib turadi. Jinoyat to'satdan sodir etilgan bo'lishi mumkin. Ma'lumot uchun rahmat, detektiv. Mijozimda sabab bo'lganmi yoki yo'q, buni sud jarayonida aniqlaymiz. Savollarim tugadi, hurmatli sudya. Rahmat. Rahmat, ketishingiz mumkin. Mehmonxona xodimi, guvoh Gillan chaqirilsin. Xo'sh, guvoh. Jinoyat sodir bo'lgan paytda Nina Ratnosari'ni hushsiz holatda ko'rdingizmi? Ha, tez yordamni men chaqirdim u yerga. Qotillik sodir bo'lgan xonada Dikani ko'rdingizmi? Ha, u ayollar hojatxonasida edi. Ammo u yerda video kameralar yo'q. Ha, u yerda kameralar yo'q. Chunki shaxsiy hudud-ku. Bizda hammasi shu, hurmatli sudya. Himoya tomoni guvohga savol berishi mumkin. Rahmat, hurmatli sudya. Siz Dika hojatxonada edi va u yerdan qochib ketayotganini ko'rdim dedingiz. Ha, to'g'ri. Juda soz. Siz qotillik qanday sodir etilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Bu qanday bo'lganini aytib bering. Men faqat sudlanuvchining hojatxonadan yugurib chiqib ketganini ko'rdim. Demak, uning faqat qochib ketayotganini ko'rgansiz xolos. Hojatxonada aynan nima sodir bo'lganini ko'rmagansiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xo'sh, hojatxonaga kirganda nimani ko'rdingiz? Jabrlanuvchi ayol qonga belanib yotardi. Uni shisha sinig'i bilan yaralashgandi. Shisha sinig'i bilan yaralashganmi? Keyin nima bo'ldi? Shisha sinig'i uni erining qo'lida edi. E'tiroz bildiraman, hurmatli Siz sudya. Ninaga qanday zarba berilganini ko'rdingizmi yoki shisha sinig'ini uning tanasidan sug'urib olishayotganini? Hurmatli sudya. Bilmayman. Faqat qo'lida shisha sinig'ini ushlab turganini ko'rdim. Hurmatli sudya, guvohni ko'rsatmalari oldin aytganlardan farq qilyapti. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Guvoh, ko'rsatmalaringiz farq qilyapti. Avvalgi safar ko'rsatma berayotganda juda hayajonda edim. Keyinroq shisha sinig'i erini qo'lida bo'lganini esladim. Hurmatli sudya, himoya tomonidan guvohning ko'rsatmalari bilan bunday nayrang qilinishini aslo qabul qilib bo'lmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, prokurorning ayblov xulosasi xato. Buni tasdiqlash uchun guvoh sifatida jabrlanuvchining eri janob Ragani chaqirishingizni so'rayman, hurmatli sudya. O'sha oqshom mehmonxona restoranida ovqatlanayotgan edik. Xotinim hojatxonaga ketdi va uzoq vaqt qolib ketdi. Men xavotirlana boshladim. Iltimos, agar iloji bo'lsa, asosiy masalaga o'tsangiz. Uning ortidan bordim, lekin
Ayollar hojatxonasiga kirish noqulay edi. Yana bir narsa menga g'alati tuyuldi. Eshik oldiga tozalash ishlari ketyapti degan ogohlantiruvchi belgi qo'yilgan. Menga esa buning sizga g'alati tuyulgani g'alati ko'rinyapti. Ularning ish jadvalini bilmasdingiz-ku. Davom eting. Ichkariga kirganingizda nima sodir bo'ldi? Kirganimda xotinimning polda qonga belanib yotganini ko'rdim. Uni shisha sinig'i bilan yaralashgandi. Ya'ni Dika qanday o'ldirganini ko'rmadingiz. Dika jinoyatchi, u qotil. Ijozat bering, takrorlayman. Dikani uni o'ldirganini ko'rdingizmi? Yo'q. Lekin uning ayollar hojatxonasidan qochib chiqayotganini ko'rdim, hurmatli sudya. Uning yuzini aniq ko'rdingizmi? Uning ortidan quvdim va to'xtash joyida tutib oldim. Nima uchun aynan u o'ldirgan deb ishonch bilan aytyapsiz? Uning kiyimlari va poyabzalida xotinimning qon izlari bor edi. Rostdanmi? Bu kriminalistlar hisobotida yozilgan. Balki Dikaning kiyimidagi qon xotiningizniki emas, sizniki bo'lgandir. Dikani quvib yetib, uni ayovsiz kaltaklagansiz. Shunday emasmi? Yana bir savolim bor. Nima uchun janob Dikaga hujum qildingiz? U xotinimni o'ldirdi va jinoyat joyidan qochib ketishga urindi. Qochib ketishga urindi. Yaxshi, shunday deylik. Ammo agar o'sha hojatxonada Dika xotiningizni qanday o'ldirayotganingizni ko'rib qolgan bo'lsa-chi? Bo'lmag'ur gaplarni aytyapsiz. Xotinimni o'ldirganim yo'q. Raga politsiyaga xabar berish o'rniga mijozimning ortidan quvgan. Sizga uning 20 yoshli yigitni qanday ahvolga solganini ko'rsataman. Mototsikl qulaydi va Raga xuddi telbalardek Dikani kaltaklashni boshlaydi. O'sha video yozuvini zo'ravonlik isboti deb hisoblash mumkin. Ayol juda kichik xonada, ayollar hojatxonasida o'ldirilgan. U yerda faqat 3 kishi bor edi. Qotillik uchun hech qanday sababi bo'lmagan universitet talabasi, restoran ofitsianti va uning eri. Agarda mana shu 3 kishiga diqqat bilan qaralsa, kim ko'proq jinoyatchi bo'lishi mumkin? Bu qanaqasi? Nimalar bo'lyapti o'zi? Janob Raga Yanvar, ertami kechmi hammasi oydinlashadi. Ammo bitta fojia yetarli emasmi? Xotiningizni o'limi sababli yana kimdir adolatsizlik qurboni bo'lishini aslo istamayman. Siz ham buni xohlamaysiz. Men qo'l qovushtirib o'tirmayman. Siz advokatga tahdid qilyapsiz va holanki men yashirilayotgan haqiqatni qidiryapman. Advokat uchun aybsiz mijozni qamoqqa jo'natishdan yomonroq narsa bormikin? Ha, hammasi shu bilan tugayotganidan xursand bo'lishingiz kerak. Marhamat, kiravering. Burxon, nega buncha qolib ketding? Seni kutib qoldik. Uzr, har doimgidek tirbandlik. Burxon, Ha, ishga o'tamiz. yaxshi. Menimcha shu tahlil davom etish lozim. Axir bu jarayonda raqibingman. Agar strategiya aniq ko'rinib qolsa, ular hammasini tushunib qolishadi. Raga
unchalik oddiy odam emas. U biz o'ylagandan boshqacha ekan. Xavotir olma, hammasini o'zimga qo'yib ber. Menga baho berishda Sudya adashma. doim juda to'g'ri qaror qiladigan idealist tamoyillariga sodiq ayol bo'lgan. Bu biz uchun yomon, lekin hech qisi yo'q. Uddalaymiz. U bilan ishlash qiyin bo'ladi. Agar maqsadimiz sudyani yengish bo'lsa, bu qiyin. Biroq buni u professional darajada baholaydigan shaxmat o'yini deb qarasak, Unda hamma narsani iloji bor. Sudyani alday olasizmi? aldash emas. Balki o'yinda yutib chiqish bu boshqa narsa. Xayr, Burxon. Xayr. Ko'rishguncha Burxon. Xayr. Prokuror, siz tomondan yana guvohlar bormi? Hozircha boshqa yo'q. Shunday ekaniga ishonchingiz komilmi? Boshqa guvohlar qolmadi. Yaxshi. Yakuniy qaror kelasi hafta e'lon qilinadi. Ayrim jinoyat ishlarida hatto 99% dalillar ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Barcha harakatlarimizni juda puxta o'ylab olishimiz kerak. Qo'shilaman. Hay sen. Qizlarni olib kel. Xo'p bo'ladi, janob. Kimsiz? Bu yerga kirish mumkin emas. Keting, nima qilyapsiz? Bas qiling. Qo'y. Ijtimoiy tarmoqlaringizga qaraganda 14-iyul kuni soat 8 dan shu yerda bo'lgansiz. Nima haqda gapirayotganingizni tushunmayapman. Dika siz bilan birgamidi? Dika? U bilan nima haqda gaplashdingiz? O'sha mehmonxonada o'ldirilgan ayolning erimisiz? La'nati, uni bu yerdan chiqarib yuboring. Xo'p, bo'ladi. Uni kim ichkariga qo'ydi? La'nati. Hoy, Ha? meni diqqat bilan eshit. Xo'p. So'zlarimni diqqat bilan eshit. Meni qiziqtirgan hamma narsani aytib berasan. Xo'p. Taklifing har ham o'z kuchidami? Bunday buyurtmani birinchi bor olishim. Ko'p narsani ko'rdim. Bilasanmi, nimani tushundim? Sudda doim haqiqat g'alaba qozonmaydi, ammo g'olib har doim haq bo'lib qolaveradi. Sen Dikani o'ldirmoqchimisan? So'rayotganim uchun kechir.
Modomiki ishga aralashgan ekanman, bilishni istayman. Bu juda oson bo'lardi. Balki Dika chindan ham bunga loyiqdir. Lekin Nina buni istamagan bo'lardi. Unda nima qilmoqchisan? Ragamsan? Yo'gamsan? Nima bo'lganini eshitdim. Unda hammasi ma'lum. Sen bu yerda ancha vaqt ishlagansan va bilasan, meni tezkor xodim sifatida o'qitishmagan. Shu sababdan Meni esa o'qitishgan. ishdan bo'shagansan, ammo to'satdan qaytib kelding. Ishni sog'indingmi? Qaytganim yo'q. Unda hammasi bekor qilinadi. Raga, bu yerdan qurol olib chiqish qat'iyan man etiladi. Unda 3 gacha sana va ot. 1, 2, 3. Qani boshla. Seni to'xtatishim kerak. Haqiqatdan ham tezkor xodim emassan. Ishingni tugatgach, iltimos hammasini qaytar. Barchasini o'zing qilishingga to'g'ri keladi. Bombaga tegma, xo'pmi? Tegmayman. Rahmat. Senga rahmat. Omadingni bersin, o'zingni ehtiyot qil. Yaxshi. Axir aytdim-ku. Qamoqda bir kun ham qolishni xohlamayman deb. Agar otangni pullari bo'lmaganida allaqachon jinoyatchilar bilan qamoqda o'tirgan bo'larding. Shuning uchun minnatdor bo'l. Majlislar doim shunaqa zerkarli bo'ladimi? Otang seni olib chiqishimni so'ragan, ko'nglingni olishni emas. Qani ketdik. Bugun sudga bormayman. Tushunaman. Biroz dam ol. Raga, senga biror yordam bera olamanmi? Hammasi joyida, rahmat. Sudga o'zim boraman. Keyin senga hammasini aytaman. Qahva olib kelaymi? Mayli. Signal yo'q. Ya Xudoyim, u nima qilyapti? O'qizyapti. Raga. Yo'q, kerak emas. Yodingizda bo'lsin, bu adolat ehromi. Agar adolat ehromi bo'lsa, nega qochib ketmoqchisiz? Ajoyib tanlov. Terrorchilarga qanday munosabatda bo'lishlarini bilasiz? Yaxshi Raga, tinchlan. Keyin gaplashib olamiz. Xo'pmi? Nima, gaplashamiz? Ha? Meni qurol olishga siz majbur qildingiz, shunday emasmi? Ha? Raga.
Bu ishni qilishdan oldin oilang haqida o'yla. Keyin hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Bilib qo'y shuni. Hammasini avvalgi holiga qaytarish sud majlisi avvalgidek davom etadi. Avvalo, sodir bo'layotgan ishlar uchun sizdan uzr so'rayman. Hozir hammangiz garovdasiz, lekin aytganimni qilsangiz, bu zaldan sog'-omon chiqib ketasiz. Amir, shundaymi? Hammaning telefonini yig'ib oling. Yo'q. Hamyoningizni qoldirishingiz mumkin. Tinchlaning. Nima istaysiz o'zi? U Ninaning o'limi uchun javob berishni xohlayman. Hurmatli sudya, sud majlisi qaytadan boshlanadi. Yangi sud jarayoni bo'ladi demoqchimisiz? Aqlda ozizmi? Yangi majlis o'tkazishni nima keragi bor? Dikaning aybdor ekanligini isbotlamoqchiman. Qilgan ishingizdan keyin yana qanaqa yangi sud jarayoni? Tushunmadim. Demak, sizningcha shu paytgacha tergov adolatli bo'lmagan. Agar majlisni qayta boshlasangiz, hammasini isbotlayman. Shef, U yerda nima bo'lyapti? vaziyat ancha jiddiy. 40 ta odam garovga olingan, jumladan prokuror. Jabrlanganlar bormi? Bir necha bor o'q ovozi eshitildi. Jabrlanganlar bo'lishi mumkin. Jinoyatchi kim? Sud pristavlaridan biri. U sud binosida ishlaydi. Pristav? Ha, Hoy. Jinoyatchi sud binosini bizdan ko'ra yaxshiroq biladiganga o'xshaydi. To'g'rimi? Nafaqat bu, u eng yaxshilardan. Bilmadim, lekin u juda kuchli. Sud jarayoni bo'layotgan xonani ko'rsa bo'ladimi? U hamma uskunalarni o'chirib qo'ygan. Zalga kiradigan barcha yo'llar to'sib qo'yilgan. to'xtang. Nima xohlayapti o'zi? Unga yomon munosabatda bo'lishganmi? Pul kerakdir balki. Bugun Raganing xotini ish yuzasidan sud majlisi bo'lish kerak. Xotinining? Ha, xotinining. Uni bir oy oldin o'ldirishgandi. Ya'ni bularning qarorim adolatsiz bo'lishi mumkinligi tufayli qilyapsiz. Prokuror ba'zi dalillarni ataylab yo'q qildi va ochiq-oydin faktlarga ko'z yumdi. Prokuror, janob Raga aytayotgan gaplar rostmi? Hurmatli sudya, uning ayblovi adolatsiz, g'araz niyatda gapiryapti u. Faqat ishga aloqasi bo'lmagan dalil va guvohlarni chiqarib tashladim. Quloq soling, janob Raga. Bunday harakatlar mamlakatimiz sudining obro'sini shubha ostiga qo'yadi. Siz bilan Kemal gaplashyapti. Politsiya boshqarmasi nomidan muzokara olib borish menga topshirilgan. Janob Raga, shu daqiqadan boshlab barcha muzokaralar men orqali bo'ladi. Sizni aldamayman, laqillatmayman. O'q ovozlari eshitildi. Aytingchi, yaralanganlar bormi? Yo'q. Diqqat. Hamma tayyorlansin. Hozircha sizda qonunni buzish holati unchalik ko'p emas. Sud ishiga to'sqinlik qilish va noqonuniy qurol saqlash. Lekin agar shunday davom etsangiz, unda Sud binosida bomba bor, shunday ekan ogohlantiraman. Ichkariga kirmang. Kiyib oling. Men xohlamayman. Meni qaytarishga majbur qilmang. Ridoni yeching. Bu sudda endi prokuror emassiz.
Shef, mashina portladi. Ha, qurbonlar bor yo'qligini darhol aniqlang va egasini toping. Xo'p bo'ladi. Ko'rdingizmi? Yana ikkita bomba bor. Bittasi majlislar zalida. Boshqasi esa agar binoga kirsangiz portlaydi. Hammasi tushunarlimi? Majlislar zalida bomba bor. Tomi, Ha, hammaga ayt, ortga chekinishsin. Uning jahlini chiqarmagan ma'qul. yaxshi. Agar kimdir majlislar zaliga kirishga urinsa, Jakarta tuman sudi qanday portlashini ko'radi. Nima bu yerda qahva berishyaptimi, Kemal? Ha? Tutun chiqqan joyga darhol yetib kelasan, ha? Tezroq uyga qaytmoqchiman-da. Xo'sh, vaziyat qanday? Raga Yenuar 30 yoshda sud pristavi bo'lib ishlaydi. Oldingi ma'lumotlarga kirishning imkoni yo'q. Imkoni yo'q. Qanaqasiga? Ha, faqat 2016-yildan 21-yilgacha yozuvlar bor. U nimaga erishmoqchi? Qotillikda ayblanayotgan Dika jinoyat joyida qo'lga olingan. Uni Raga quvib qo'lga olgan. Bugun esa yakuniy hukm chiqarilishi kerak edi. Ha, katta ehtimol bilan oqlov hukmi chiqarilardi. Dikani oqlasharmidi? Ammo hamma narsa aniq ko'rinib turibdi-yu. Gap shundaki, Dika Sudiana Bonaning yagona o'g'li. Sudyani Bona? Ana bu o'rmonlarni kesadigan boyvachchami? Janob, zudlik bilan yangiliklarni ko'rishingiz kerak deb o'ylayman. Dikani ish ko'rilayotgan sudda odamlar garovga olingan. Garovga olingan? Odamlarni garovga olgan shaxs pristav Yaga Yanuar ekani aniqlandi. U G'arbiy tuman sudida ishlaydi. Sud majlisi 403-xonada bo'layotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu Raga Yanvarning xotini o'ldirilgan ish bo'yicha majlis ekan. Ushbu jinoyatning sabablari haqida turli taxminlar bildirilmoqda. Ammo hukm bugun chiqarilishi kerak edi. Nima? Hozirgina olgan ma'lumotlar qanday qilib reportyorlarning qo'liga tushib qoldi? Hayronman qanaqasiga? Xo'jayin, qarang. Buni hamma politsiya bo'limlari va OAVga tarqatishibdi. Kim tarqatgan? Raga Yanuar. Ha, yopiladi deb umid qilingan ishni endi butun mamlakat ko'radi. O'q uzib va sud zalidagi bomba bilan tahdid qilib, yana bir bor urinib ko'rmoqchimisiz? Shunchaki to'pponchani sudyaning boshiga tirab, Dikani aybdor deb topishni buyursangiz bo'lmaydi. Hurmatli sudya, agar yangi sud jarayonini o'tkazishga rozi bo'lsangiz, barcha garovdagilarni qo'yib yuboraman. Hammani qo'yib yuborasizmi? Ha. Va hukm chiqarilgandan keyin o'zim taslim bo'laman. Lekin agar rozi bo'lmasangiz, ehtimol bu yerdan hech kim chiqmaydi. Bu yerda o'ylab o'tiradigan narsa yo'q. U nimaga umid qilyapti? Demak, siz prokurorni atayin dalil va guvohlarni yashirin. Udalayman deb o'ylayapti. Agar ota olsang, hozirroq otib tasha bo'l. Ha, faqat ehtiyot bo'lib harakat qilish kerak. Vaqtni to'g'ri tanlash kerak. Ha, Yo'qsa u atayin sezib qoladi. ma'lumotlarni to'liq oshkor qilmadi. O'zi ham noqonuniy ishga qo'l Biz urdi. ikki kishimiz u bir o'zi. Agar hujum qilsa, kamida 3 kishi bo'lamiz. Tima bizga yordam beradi. Timami? Qolganlar ham bizga yordam berishadi. Faqat men aytgandek qilsang bo'ldi. Timachi? Tima biz bilan hech narsadan qo'rqma bo'la qol. Belgi berishim bilan hujumga o't. U jinoyat sodir qilyapti va sud zalini tahqirlayapti. Sud zalini sizlar tahqirlayapsizlar. Menga yordam beringlar. Yordam. Tima! Raga, kimga o'q uzding? Raga Yanvar gapiryapti. Yaxshi, gapir. U yerda nima bo'lyapti? Hozir bir kishini qo'yib yuboraman. U boshlig'ining aybi bilan qo'lidan yaralandi. Bu ogohlantirishimga quloq solmagani tufayli sodir bo'ldi. U yerda hech qanday bomba yo'q. U shunchaki laqillatyapti. Ovozingni o'chirib tura olasanmi? Tezroq uyga qaytmoqchi Har eding-ku. bir joyning o'z tartib qoidasi bor. Yaxshi, unda ishga kirishaman.
Nazarimda bu yerda bomba borligiga ishontirishning faqat bitta yo'li qolgan ko'rinadi. Iltimos, quloqlaringizni yoping. Raga qilayotgan ishingiz terrorizm deb ataladi. Bu mamlakatda terrorchilarga mutlaqo toqat qilinmaydi. Hozirgina davlat xizmatchilarini o'ldirdingiz. Hech kim o'lgani yo'q. Bu ikkinchi ogohlantirishim. Keyingi safar hammasi haqiqiy bo'ladi. Hoy, yaxshimisiz? Bo'ldi, turing. Qarang, bular M5 rezina o'qlari edi. Raga maxsus M5 rezina o'qlarini qayerdan oldi? Hurmatli sudya, aytganimdek, majlis boshlanishi bilan garovdagilarni qo'yib yuboraman. Bu nima? Bu odamlar tergov paytida uchrashishgan. Bu g'alati tuyulmayaptimi? Yuridik fakultet bitiruvchilari iqtisod fakulteti bitiruvchisi bilan uchrashgan. Buni nimasi yomon ekan? Bu nima? Bu hujjatlarni esa prokuror o'z xohishiga ko'ra sud ishiga kiritmagan. Bu hujjatlar Advokat! hech qanday dalil bo'lib xizmat qilmaydi. Bu bilan hech narsani isbotlay olmaysiz. Bu hujjatlarni qayerdan oldingiz? Manbani oshkor qila olmayman. Ularni o'g'irlagansiz yoki noqonuniy yo'l bilan qo'lga kiritgansiz? Ha, lekin ular jinoyatni ochishga, shuningdek, prokurorning malakasini baholashga yordam beradi. Hurmatli sudya, nahotki bu jinoyatchining sud majlisini buzishiga yo'l qo'ysangiz? Esing yedingmi? Shunchaki chetda turib qilayotgan ishlaringni tomosha qiladi deb o'ylaysanmi? Unda nima qilishim kerak? Qani ayt. Agar sudda odamlarni garovga olsang, seni yo'q qilishadi. Gap qasos olishda emas, gap haqiqatda. Adolatli sud. Nina ham shuni xohlagan bo'lardi. Men ham shuni xohlayman. Gillang yolg'on ko'rsatma bergandan keyin telefonini o'chirib g'oyib bo'lgan. Semaranga qochib ketgan. Uning manzilini topdim. Menga Gillangning ko'rsatmalari kerak. Lekin uni topsak ham ko'rsatmalarni o'zgartirarmikin? Garovga olingan shaxs Pristav Raga Yanuar ekani Bu aniqlandi. telbalik. Sud majlisi 403-xonada bo'layotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu Raganing xotini o'ldirilgan ish bo'yicha majlis paytida sodir bo'lgan. Hurmatli sudya, sizdan faqat adolatli qaror chiqarish va jinoyatchilarni jazolash talab qilinadi. Sudya sifatida xolis bo'lishim kerak. Bu sudda ko'p narsani boshimdan o'tkazdim. Hali yakuniy qarorni chiqarganim yo'q. Bundan oldin sud ikkala tomonni ham eshitish huquqiga ega. Sudya sifatida men bu ish bo'yicha haqiqatni bilishni istayman. Raga Yanuar, majlis qayta boshlansa, garovdagilarni qo'yib yuboraman degandingiz. Hatto hukm siz ishongan haqiqatdan farq qilsa ham va'dangizda turishga so'z berdingiz. Shundaymi? Va'da beraman, hurmatli sudya. Yana shuni bilingki, bosim ostida qabul qilingan har qanday qaror noqonuniy va haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Ha, bilaman. Bu nima degan gap? Tinchlaning, advokat Sima. Garovdagilar masalasi hal bo'lgach, bugun sudda qilgan ishlaringiz uchun javob berasiz. Buni tushunyapsizmi? Ha, tushunaman. Buni rejamni amalga oshirishni boshlashdan oldin ham bilardim. Bu bilan nimaga erishmoqchisiz? Haqiqatga erishmoqchiman. Bu ish ommaviy axborot tomonidan butunlay e'tiborsiz qoldirilgan. Sizlar ketishingiz mumkin, telefonlaringizni oling. Olinglar, marhamat. Siznikimi? Oling.
Marhamat. Nimani his qilayotganingizni yaxshi tushunib turibman. Majlis tugaguncha shu yerda qolaman. Chiqing. Tezroq chiqing. Tezroq. Tezroq yuring. To'xtab qolmang. Chiqing, tezlashing. Tezroq, marhamat. Mana avval. Yozib olib darhol translyatsiya qil. Yaxshi. Agar unga yordam bersangiz, sherigiga aylanasiz. Istisno holatlar bo'ladi. Kutilmagan vaziyat yoki tahdid tufayli o'zini himoya qilishning imkoni bo'lmaganida Jinoyat kodeksining 49-moddasi. Yopiq sud majlisidan to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya ustomonlik bilan qilingan yurish, lekin bu men uchun ham yaxshi. Qat'iy harakat qila olaman. Xo'sh, ularni siz tomonda deb o'ylaysizmi? Adashmang, Raga. Ishoning, ularga xotiningizni kim o'ldirganini qizig'i yo'q. Mayli, boshlaymiz. Janob Raga, prokurorning o'rnini egallang. U garovdagilarni qo'yib yubordi. Hech kim jabrlanmagan. Jinoyatchi nima talab qilyapti? Ayblanuvchi Nima oqlandimi? qilayotganini bilasizmi? Ha. Tergovni qayta boshlanishini. Buni iloji bormi? Ha, sudya uni talablariga rozi bo'ldi. Nima bo'lishini bilmaymiz. Bu bizga ham qiziq. Lekin sudya bizni chiqarib yubordi. Men Raga Yanvarman. Ushbu sudda pristav bo'lib ishlayman. Va bugungi garovga olishda aybdorman. Bir oy oldin xotinim Nina o'ldirilgan edi. Prokuror ayblanuvchini oqlash uchun muhim dalillarni yashirib, sud tergovini boshlagan. Garovga olish holati hammaning diqqatini ushbu qotillik ishiga qaratdi. Xususan yaqinda ayblanuvchi tomonidan katta miqdorda pul o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchi yirik biznesmenning o'g'li. Katta ehtimol bilan aynan shu narsa chiqarilgan qarorga ta'sir qilgan. Komissar Agang aloqada, janob. Rahmat. Komissar, Bona gapiryapti. Ko'ryapsizmi? Menga yordamingiz kerak. Ha. Biz qotillikda ayblanayotgan Dikani so'roq qilishdan boshlaymiz. Yaxshi. So'roqni boshlang. Xo'p bo'ladi, hurmatli sudya. Nima qilyapsiz bu yerda? Butun mamlakat unga qarab turibdi. Bizni birinchi navbatda garovdagilarning xavfsizligi qiziqtirgan edi. Raga suddan keyin taslim bo'lishga va'da bergan. Nima? Qanaqa suddan keyin? Aqldan ozganmisiz? Politsiya rahbariyati buni zudlik bilan to'xtatishni buyurdi. Merganlarni tayyorlang. Bajaring. Xo'p bo'ladi. Joyimni egalladim. Buyruqni kutyapman. Dika unutma. Seni hamma ko'rib turibdi. Hurmatli sudya, hozir sizga Raga Yanvarning iddaolari qanchalik asossiz ekanini ko'rsatib beraman. Marhamat. Dika, Ninani tanirmidingiz? Yo'q, uni birinchi marta ko'rishimidi. U holda ayollar hojatxonasiga qanday borib qoldingiz? Javob bering. Zudlik bilan hojatga chiqishim kerak bo'lib qoldi. Lekin erkaklarniki uzoqda edi. Keyin mast edim. U yerda tozalash ishlari ketyapti degan belgi turgandi. Shuning uchun u yerda hech kim bo'lmaydi deb o'yladim. Endi chiqmoqchi edim. To'satdan shovqin eshitildi. Ninani ichkariga kirganini ko'rdim.
Keyin esa u kirdi. Nina, iltimos. Men Va o'z ular holimga urusha qo'y. boshlashdi. Shoshma. Yo'q, Men buni eshitib turdim. yo'q, xohlamayman. Shoshmasang-chi. Yo'q dedim-ku senga. Buni nimasi yomon? Nima uchun urushganlari yodingizdami? Biror narsani ko'rdingizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. U advokatlik imtihonini topshirgan va ajrashmoqchi edi. Raga g'azabda edi. Men buni ko'rdim. U xotiniga shisha sinig'i bilan zarba berdi. Va ayol o'ldi. Menimcha shuning o'zi yetarli. Hurmatli sudya, o'tgan majlisda Gilang Raga Yanvar qo'lida shisha sinig'ini ushlab turganini, ehtimol xotinini aynan o'sha bilan o'ldirgan. Bizda hammasi shu, hurmatli sudya. Janob Raga, boshlang. Meni Ninani shisha sinig'i bilan urganimni ko'rdim dedingiz. Shundaymi? Ha, Demak, qo'lqoplarimning rangini ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. qo'lqoplar yo'q edi. Unda nega qotillik qurolida barmoq izlarim topilmadi? E'tiroz bildiraman, hurmatli sudya. Raga himoyamdagi shaxsga nisbatan bosim qilyapti. Unda bizda hammasi shu, hurmatli sudya. Hurmatli sudya, menda shu paytgacha sudda ko'rsatilmagan video yozuv bor. Ko'rib turganingizdek, hurmatli sudya, sodir bo'lgan voqea manzarasi asta-sekin oydinlasha boshladi. Shu narsa aniqki, Raga Yanvar faqat jinoyat uchun jazodan qochishni istayapti. Adolatli qarorni xohlagandingiz. Aslida mijozim Dika emas. Siz bu yerda o'tirishingiz kerak. Bilasizmi, qancha erlar oilaviy zo'ravonlik oqibatida xotinlarini o'ldirishadi? Sizning zo'ravonlikka moyilligingiz haqida esa bu yerda bir necha bor gapirildi. Tegdi. Nishon yo'q qilindi. Raga, yaxshimisan? Davom ettir. Translyatsiyani to'xtatma. Yaralandingmi? Janob Raga, keling majlisni to'xtatamiz. Sizga shifokor kerak. Yo'q, uddalayman. Davom ettirishni xohlaysizmi? Ha, xohlayman. Politsiya va xavfsizlik xizmati, sizdan iltimos, bu mening majlisim. Agar sud tergoviga xalaqit bersangiz, buni adolat organlariga jiddiy tahdid deb hisoblayman. Sud majlisining borishiga boshqa aralashmasligingizni so'rayman, tushunarlimi? Ha, hurmatli sudya. Shu daqiqadan boshlab majlislar zaliga kirishga bo'lgan har qanday urinish taqiqlanadi. Ammo hukm chiqqunga qadar biz eng yomon holatga ham tayyor turishimiz lozim. Hamma tushundimi? Ha! Sizni ogohlantirgandim. Ha, ogohlantirganding. Agar kimdir ichkariga kirishga urinsa, tugmani bosaman. Kechir, Raga. Mayli, tushunaman. Siz aybdor emassiz. Hurmatli sudya, keling tanaffus qilamiz. Galang. Gaplashib olishimiz kerak. Atigi bir daqiqa. Voy, tinchlansen-chi. Eshityapsanmi?
Yurasizmi? Seni tushunaman. Allo, Vati. Gilangni qo'ldan chiqardim. Hoy, lekin taslim bo'lmayman. Sen ham taslim bo'lma. Taslim bo'lish mumkin emas, tushunarlimi? Yaxshi. Ha, rahmat. Qani, davom etamiz. Sizda nima bor, janob Raga? Sizga advokat Tima va ayblanuvchining otasi Bono o'rtasidagi suhbat yozuvini ko'rsataman. Gillangni nima uchun qidirdingiz? Hammasini hal qilmoqchi edi. U qochib ketdi. Unga kameralardagi yozuvlarni o'chirishni buyurgandim. Lekin chamasi u zaxira nusxasini saqlab qo'ygan. Hurmatli sudya, axborot xavfsizligi to'g'risidagi qonunning 31-moddasi 3-bandiga muvofiq shaxslar o'rtasidagi maxfiy suhbat yozuvlari sudda dalil sifatida ishlatilishi mumkin emas. Oxirigacha ko'ramizmi? Kameralarni tekshirtirishni buyurdim. Nusxa olish izlari bor edi. Bunday odamlarga hech ishonib bo'lmaydi. Taklifim bor. Men hurmatli sudya, Raga yanvar ma'lumotlarini ataylab manipulyatsiya qilyapti. Bu suhbatning ishga aloqasi yo'q. Ha, buni qabul qilib bo'lmaydi. Yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ko'rsatilgan video dalil sifatida ishlatilishi mumkin emas. Tushunyapsizmi? Ha, tushunaman. Agar qonunni buzib, yolg'on guvohlik bergan bo'lsangiz, bu yukni o'lguningizcha ko'tarib yurishga majbur bo'lasiz. Buni unutmaslik kerak. Hurmatli sudya, Raga yanvar hissiyotlarga tayanyapti. Tasdiqlanmagan faktlardan foydalanyapti. Ha, qo'shilaman. Janob Raga, yana nima deya olasiz? Men guvohni chaqirishni xohlayman. Guvohni? Yana kimdir ko'rsatma berishi mumkinmi? Alo. Salom. Ta'tiling qanday o'tyapti? Yaxshi. Ishdan dam olyapman. Sen Raga yanvarga yordam bermayapsanmi ish qilib? Albatta yo'q. Nega yordam berarkanman? Vati, bo'linmamizni tark etganlarga yordam bermaslik kerak, bilasan-a? Ha, albatta. Hatto ular bilan aloqa qilmaslik kerak, bu yodimda. Unda Semarangda nima qilyapsan? Bu yerdaman, davolanyapman. Unda kimni orqasidan quvib yuribsan? Xudoyim. Chamasi sizdan hech narsani yashirib bo'lmaydi. Vati, to'xta. Qoidalarni buzish mumkin emas. Nahotki tushunarli bo'lmasa? Albatta, odatda shunday qilaman. Boshqa hech narsa qilma. Bu buyruq. Mayli, Jakartada ko'rishguncha. Xo'p bo'ladi, boshliq. Qariyb 250 million Indoneziya fuqarosi, shuningdek xorijdagi tomoshabinlar hozir yangiliklar kanallari va YouTube'da sud majlisining translyatsiyasini tomosha qilishmoqda. Odamlarni Raga yanvarning bu mojaroli sud majlisi nega bunchalik qiziqtiryapti? U haqiqatni ochib, haqiqiy qotilning ismini ayta oladimi? Qara Raga, iltimosingni bajardim. Ha, Biz uzoq vaqt kuta olmaymiz. buni bilaman. Uzr so'rayman, hurmatli sudya. E'tiroz bildiraman.
Himoya tomoni Dikaning xotinimning o'limiga hech qanday aloqasi yo'q deb da'vo qilgandi, lekin Saddam Dikada qotillik uchun sabab borligini isbotlay oladi. Qotillik uchun sabab. Yaxshi, unda davom eting. Marhamat. Guvoh, siz va Dika eski do'stsiz, shundaymi? Ha, Nina o'ldirilgan kuni qayerda edingiz? mehmonxona qoshidagi klubda Dika bilan edik. U yerda nima qildingiz? O'sha kuni meni aybsiz deb topishgandi. Dika esa bundan juda g'azablandi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? U jinni degan tashxis qo'ymaslaridan ham jazodan qutula olaman deb aytdi. Yana u Garvard haqida gapirdi. Xo'sh, agar qotillik uchun javobgarlikdan qutulib qolsang, Harvard yuridik maktabiga qabul qilishlarini bilasanmi? Nimalar deyapsan? Ovozingni o'chir. Alaqsol, nima deb o'ylaysan? Shunday qila olamanmi? Bu qo'limdan keladimi? U klubdan chiqib ketgach, kimnidir o'ldirishini bilmagandim. Juda afsusdaman. Sen ruhiy kasal iflos kimsasan. Advokat Hamma Tima aytganlari Haliyam yolg'on. Dikada qotillik uchun sabab bo'lmagan, deyaptimi? Tima haq. Dikaning sababi yo'q edi, lekin do'stiga jazosiz qolishni isbotlash uchun u odam o'ldirdi. U xotinimni hech qanday sababsiz shunchaki o'ldirish mumkinligini ko'rsatish uchun o'ldirdi. Hurmatli sudya, 15 yillik tajribaga ega advokat sifatida bu yosh guvohning uydirmalarini rad etishga majbur bo'lish shunchaki haqoratdir. Ijozat bering, guvohga murojaat qilay. Marhamat. Guvoh, sen jim o'tir. Sizni kim oqlagani, advokatingiz kim bo'lgani yodingizdami? Ha, Sizni nega aybsiz deb topishganini bilasizmi? bilaman. Nega? Shizofreniya. Bu degani guvohda shizofreniyaning ko'plab alomatlari bor. Bu jiddiy kasallik va u jamiyatda risoladagidek yashay olmaydi. U kasal, o'z dunyosida yashaydi. Hammasi to'g'ri, hurmatli sudya. Lekin Dika aynan o'sha kuni, qotillik sodir etgan kuni shu gaplarni Hurmatli aytgan. Yana sudya, ikki- endi himoyachi guvohga tahdid qilyapti. Saddam o'sha kuni ko'rgan va eshitganlari haqida ko'rsatma beryapti. Men tahdid qilyapmanmi? Ha, Ammo sud binosiga kim bomba olib keldi? Tinchlaning. Guvohning bu ko'rsatmalariga ishonish-ishonmaslikni o'zim hal qilaman. Janob Raga, joyingizga qayting. Siz esa maslahatchi. Tilingizga ehtiyot bo'ling. Uzr so'rayman. Sizda haqiqatdan ham shizofreniya tashxisi bormi? Agar yo'q desangiz, sud ishingizni davom ettirishga to'g'ri keladi. Shundaymi yoki yo'q? Javob bering, guvoh. Ha, hurmatli sudya. Menda haqiqatan ham shizofreniya bor. Men tugatdim. Bu ko'rsatmalar inobatga olinmaydi. Ma'lum bo'lishicha, guvohlik ko'rsatmalari hukm chiqarishda hisobga olinmaydi. Kimsiz? Sizni kim yubordi? Sizga yordam berishim mumkin. Janob Raga, sizda yana guvoh yoki dalillar bormi?
Yo'q, hurmatli sudya. Hurmatli sudya, sizdan qaror chiqarishingizni so'rayman. Bu garovga olish hikoyasi nihoyat tugashi kerak. Hammamizning oilamiz bor. Men Gilanni topdim. Ha. Sizni tushunib turibman. Menda boshqa tanlov qolmadi. Qarorimni e'lon qilaman. Ushbu ish bo'yicha sud tergovi asosida To'xtab turing, yana bir guvoh bor. Yana qanaqa guvoh haqida gapiryapsiz? Hurmatli sudya, e'tiroz bildiraman. Bu men Gilanman. Oldingi ko'rsatmalarimni Bu o'zgartirmoqchiman. guvoh o'tgan majlisda ko'rsatma berib bo'lgan. Uning ko'rsatmalari o'zgartirilishi aslo mumkin emas. Guvoh yolg'on ko'rsatma berganini tan olmoqchi. guvoh Gilang. Oldingi ko'rsatmalaringizda yashirgan narsalaringiz haqida gapirmoqchimisiz? Aytingchi, haqiqatdan ham o'tgan sud majlisida bizni aldaganmidingiz? Javob bering. Oldimga advokat Tima keldi va sudda yolg'on gapirishimni so'radi. Bu deyarli ultimatum edi. Shunchaki erning qo'lida shisha sinig'i bor edi deb aytishingiz kerak. Yolg'on guvohlik berishimni xohlayapsiz, to'g'rimi? Yolg'on guvohlik? Yo'q, bunday deganim yo'q. Shunchaki o'ylab ko'ring, bo'lgan voqealarni eslang. Xo'pmi? Agar rad qilsamchi, nima qilasiz? Qara, shartli hukming borligini va u ancha kattaligini bilaman, to'g'rimi? Seni ayblagan prokuror sherigim bo'ladi. Menga tahdid qilyapsizmi? Tahdid? Nima uchun tahdid qilishim kerak? Sizga bonaga o'xshab pul to'layotganim yo'q-ku. Insonlar jinoyat qilishi mumkin, bu ularning tabiatida bor. Biroq noto'g'ri tanlov qilinsa, unda hayot qiyinlashadi. To'g'rimi? Sudda ko'rishamiz. Ko'rib turganingizdek, himoyachi guvohga yolg'on ko'rsatma berishni maslahat bergan. Bularning hammasi jonimga tegdi. Nima uchun bu yerda turib noqobil sudyaning tergovini eshitishim kerak? Guvoh Gilang, hozirgi ko'rsatmalaringiz advokat Timaning noqonuniy harakatlarini tasdiqlaydi. Lekin ular Dikaning jinoyatda aybdorligini isbotlamaydi. Bizga ma'lum bo'lmagan yana biror narsa bormi? Menda muhim dalil bor. Gilan, bu qanday dalil? Gap shundaki, boshqa tomondan o'rnatilgan video kamera yozuvi bor edi va menga uni o'chirib tashlash buyurilgan. Siz esa mabodo tahdid qilishsa yozuvdan nusxa olish kerak deb o'ylagansiz. Va Tima buni bilib qolgan. Balki ahmoqdirman. Lekin unchalik emas. Jabrlanuvchining orqasidan qo'lida og'ir buyum bilan ketayotgan odam. Ayblanuvchi bu fakt aniq ravshan. O'zi boshladi. Bu iflos ayol. Tima, biror narsa qil. La'nat bo'lsin hammaga. Hey. Nima qilyapsiz? Translyatsiyani to'xtat. Jika. Senga bir dunyo pul to'lagan mag'ir. Qamoqqa tushishni xohlamayman. Sen hammasini hal qilishga va'da berganding. Sen ahmoqsan. Ayt. Meni aybsiz deb ayt. Qani bor. Ko'rib turganingizdek, himoyamdagi shaxs qaror qabul qila olmaydigan holatda tergovni
qoldirishni Qamoqqa so'rayman. tushishni Uni xohlamayman ko'rikdan dedim. o'tkazish lozim. Istamayman. Raga, maqsadingizga erishish uchun uzoq yo'lni bosib o'tdingiz. Endi faqat hukmni kutish qoldi. Hukm? Buning nima ma'nosi bor? Nina va farzandim allaqachon vafot etgan. Bugun Raga Yanvarning xotini o'ldirilgan ishi bo'yicha maxsus sud tergovining oxirgi kuni. Odamlarni garovga olgani uchun Raga Yanvarga o'lim jazosi berilishi mumkin. Ayblanuvchi Dika qasddan odam o'ldirgani uchun 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Prokuror Burxan va advokat Tima ham qonunni buzganligi uchun jiddiy jazo olishi mumkin. Bonoga ham dalillarni soxtalashtirgani va yashirgani uchun ayblov qo'yilishi kutilmoqda. Hamma Raga Yanvarning ishi bo'yicha yakuniy qarorni kutmoqda. Ragani og'ir jazo kutayotgani aniq bo'lsa-da, bu voqea Indoneziya sudlarida boy odamlar qanday jinoyat qilishidan qat'iy nazar javobgarlikdan qochish imkoniyati borligini fosh qildi. Prokuror o'z ayblov xulosasida sudlanuvchining odamlarni garovga olishda aybdor ekanligini asosli va ishonchli tarzda isbotladi. Shu sababli sudlanuvchi 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilsin. Sudlanuvchi Raga Yanvar hibsga olinsin va zaldan olib chiqilsin. Imtihon natijalarini bildim. Biz g'alaba qozondik. Adolat